Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shinamgina hovli so'raganlar uchun hovlimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Farg'ona shahar, Shodlik yangi cheklar, Gulishtir ko'chadan kirganda mahallaning ichida qo'ni-qo'shnilari bor. Shundoqqina shinamgina uyimiz sotuvga chiqdi. Hovlimiz umumiy maydoni 6 sotik, 12 xona, 4 ta xo'jalik bemalol yashasa bo'ladi. Darvozaxonadan kirganimizda chap qo'lda shunaqa umumiy mehmonlar uchun alohida mehmonxonamiz. Uyimizning remont holatlari juda ham zo'r. Barcha xonamiz atapena qilingan. Xonadonimizda zilonli zonalari 2 qavatli qilib shunaqa tapchanlar qilib qo'yilgan, so'rtaklar, so'rilari bilan 2 qavatli. Zilonli zonalari 4 ta xo'jalik bemalol yashasa bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, umumiy 12 ta xona, 4 ta spalni, 4 ta sanuzel, har bitta spalnimizda o'zini alohida sanuzellari ham bor ekan. Xonadonimizda isitish tizimi har bitta xonadonimizda alohida sanuzelimiz, oyoqdaylari pol qilingan. Juda ham sifatli qilib qurilgan ekan.